Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 23-noyabr, yana bir do'konimiz Toshkent viloyat Yallamaga tayyorlab berdik. Yallama tamojniy Qozog'iston bilan chegaraga qo'yiladi, xudo xolasa. Bu ikki xonali oshxona deylik, oshxona. Bir tarafiga o'tiriladi, bir tarafiga pishir kuydir qilinadi, xudo xolasa. Shu 7 go'sht do'konimizni qonli obzor qilib beraman. Oldilari antrazit, tunika, akfa mana yarmigacha yopib berdik. Alikafon bilan xudo xolasa. Bu yeriga 3 metr joyini polka qilib berdik, xudo xolasa. Tepa plastik, polimiz har doimgidek MDF. Xo'p, devorlar ham MDF. Shu mahmud mana yangi svet, xudo xolasa. Mana ikkinchi xonasi. Bu yerda pishirib kuydirib qiladi. Adashmasam, burada mebellar teradi, kuxnya mebellari. Bu запасной eshik. Tashqariga chiqishga. Xudo xolasa, bu do'konimizni 38 millionga qilib berdik. Dastlabki uстановка ichiga shu yallama tamojniga qo'yib beramiz. Kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib respublika bo'yicha dastlabki uстановка qilib beramiz. Mana forchkalar ikkita o'zi aytilgan joyga qo'yib berdik. Bu xonada ham bu forchka. Xullas, kimga qanaqangi razmer, qanaqangi rangda kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Yana bitta yangilik. Mana bunaqa yangi dizaynda stanoylarimiz kelgan Xitoydan, mana bunaqa bukaydigan mana xudo xolasa yangi stanoyda chiqarilgan mana qo'shlar. Xullas, yangilik bo'lyapti. Kuzatishni davom etinglar, xudo xolasa. Bundan-da yangilik, bundan-da yangi do'konlarni xudo xolasa sizlarga yetkazib boramiz, nasib bo'lsa.